bitta kichkina bir natijaga erishgandan so'ng unga to'xtab qolmaslik kerak. Loyiha bo'yicha ham ayta olaman-da, aytaylik, Chilonzordagi ko'prik, Palondagi ko'prik, mana shunaqa narsalar bor-da. Yo, unaqa quruvchi bo'lmaganman, loyihachi bo'lganman. Shunaqa davr bo'lib ketdiki, kontrakt topaman deyapti-da. Maktab yaratish o'z oldimga maqsad qilganman. Inson shakllanish uchun hammasi kerak. Yomonlasam yomonlab boraman deb hozir. Masalan, Abdulla Qahhor o'qiganmisan o'zi deyman. Shu bolani o'qiganmisan deyman. Men hayron bo'lib turib, biz transportni institutimiz deydi ham. O'qishga bo'lgan talab ham oldingidek emas-da o'zi. Mana bizga tomonidan faqat talabani yomonlamoqchi emasman. Menga qanaqa domla dars beruvdi-yu, bo'ldi, sifat tushdi pastga. Usti bo'ladi-yu, kulol qiladi-da, uni keyingisiga nimadir kam o'rgatadi. Noto'g'ri. Gaplar ko'p. Qisman tayyor desam bo'ladi, endi 100% tayyor deb aytolmayman. Endi men aytmoqchi bo'lganim diplom uchun o'qiyapti. O'zi tanlagani juda kam. Motivatsiya yo'q, uni ham tushunaman. Nima qilaman, bari uchimni olaman, ketaman deydi. Chizmani o'tirib chiza olmadim-da, keyin sen faxras qila olmayapsan. Obyektni o'zi joyida tushuntirdi, hamma detalizatsiyani ko'rib oldim-da, chiqib turib chizdim. Shu narsa menga anaqa bo'ldi, maktab bo'ldi-da. Bizani olib chiqishmagan bunaqa. Mas'uliyati past ancha. Oldin mas'uliyat darajasi ancha baland. Kerak emas, men unga javob bermayman. O'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz. Men Toshkent davlat transport universiteti qurilish muhandisligi fakulteti ko'priklar va tonnellar kafedrasi mudiri Shermuhammedov Ulug'bek Zabihullayevich, texnika fanlari doktori, professor. Nega aynan shu sohani tanlagansiz? Bu qarorga nima sabab bo'lgan? Sohani tanlashimga sabab abituriyent vaqtimga keladigan bo'lsak, bu yerda bino va inshootlar qurilishi, ko'priklar va tonnellar qurilishi, ya'ni umumiy qurilish sohasiga qiziqish juda katta bo'lgan. Ko'prik qurish, yo'l qurish qadimdan savob ish hisoblanganligi uchun ushbu sohani tanlaganman. Ta'lim sohasiga kirib kelishingizga turtki bo'lgan voqea yoki inson kim bo'lgan? Endi avvalo o'zimizdan ajdodlar, ota-ona, buva-buvilar bunga katta sabab bo'lishgan. Ya'ni oilamiz o'qituvchilar oilasi. Ya'ni buvalarim ikki tomondan ham tarixshunos va adabiyotshunos bo'lishgan. Onam bir qancha yillar davomida matbuot sohasida ko'p faoliyat ko'rsatganlar. Qancha darsliklar chiqarishdi, musahhih lavozimlarda ishlaganlar va bir voqeani yana eslab o'tmoqchiman. 7-8-sinflarda har bir maktab o'quvchisi baholarida, ya'ni ko'chada bolalar bilan har xil futbol o'ynaydi, har xil o'yinlarda o'ynagani kabi o'sha vaqtda bizani o'qishimiz pasaygan va shu futbolga, boshqa sport turlariga qiziqib pasaygan davrda otam tomonidan o'qishlaringni yaxshilab o'qigan, bu narsaga e'tibor berish kerak degan dakki sabab otam qattiq jazolaganlar va ushbu voqea katta turtki bo'lib 9-sinfdan yana o'qishlarimni qaytadan yana 5 baholarga, a'lo baholarga davom ettirib universitetga kirishga muyassar bo'lganman. Faoliyatingizdagi eng katta burilish bo'lgan qaror qaysi edi va u nimani o'zgartirdi? Bakalavrni bitirgandan keyin loyiha tashkilotida ish boshladim, ya'ni ishlab chiqarishda va loyiha tashkilotlarida ko'priklarni loyihalab yurgan davrimda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ushbu davrda ham institutda stajyor bo'lib ishlardik, ham loyiha tashkilotida ishlardim va ushbu davrda temir yo'l kompaniyasi bizani 2007-yil Sankt-Peterburg shahriga aspiranturaga tavsiya qilishgan va ushbu tavsiyadan o'tib loyiha tashkiloti emas, ta'lim yo'nalishi aspiranturani davom ettirdim va o'zimni faoliyatimni institut bilan bog'ladim. Ya'ni ta'lim sohasi bilan bog'ladim. Shu qaror tub burilish yasagan deb o'ylayman. Eng qiyin
davringiz qachon bo'lgan va undan qanday chiqib ketgansiz? Qiyinchiliklar bo'ladi. Qiyinchiliksiz hayotning qizig'i yo'q. Endi qiyinchiliklardan bittasini aytishim mumkin. 2009-2010 yillarda aspiranturani tugallayotgan davrimizda biz Sankt-Peterburgda o'qiyapmiz. Aynan meni yo'nalishimda kengash yo'q edi. Sankt-Peterburg shahrida Moskva va boshqa Novosibirsk shaharlariga o'tga borishga to'g'ri kelgan, bir qator aprobatsiyalarni o'tkazishga to'g'ri kelgan va bir qator himoyalardan so'ng Moskva shahrida himoya qilganman. O'sha davr qiyinroq bo'lgan. Sizni ustoz sifatida shakllantirgan muhim holat yoki tajriba qaysi? Oliy ta'limda yaxshi ustozlar ko'rganligim. Bulardan joylari jannatda bo'lsin, akademik Rashidov, undan tashqari Rauf Chorqul Salixovich, Ishan Hajjayev ustoz, Adil Hajjayev ustoz, Sayfullarga, aspiranturalarga juda ham katta o'zlarining ko'maklarini berib, maslahatlari bilan har doim bo'lishganlar. Bundan tashqari sohadagi ustozlarimiz Nizamuddinova, Ashrabov, Uzdin, Kuznetsova Innaligina, Jabborov, bir qator Lesov, Karimova, bir qator ustozlarimiz, endi bir xillarni agar nomlari esim kelmagan bo'lsa uzr so'rayman. Bir qator shu qurilish muhandisligi fakultetida, ya'ni institutimiz davridagi o'sha o'zlarining bilimlarini bergan ustozlarni shakllanishimda juda ham katta o'zlarining hissasini qo'shgan. Loyiha tashkilotlarida yetuk mutaxassis Sokolov Vladislav Nikolayevich, Shuhrat aka Mirxadjayev, Matveyev Yevgeniy Dmitrievичlar menga ko'priklarni ham loyihalash, ham ekspluatatsiya qilish ko'nikmalarini, ham ularning bilimlarini har doim berib kelishgan. Ulardan nimadir olganmiz va o'sha narsani boyitishga biz har doim harakat qilamiz. Ustoz bilan har doim qilayotgan ishing mahsulli bo'ladi. Ustoz ko'rmagan shogird va ustoz ko'rgan shogirdni farqi bor. Shu vaqtgacha qilgan ishlaringiz ichida eng muhim natija deb nimani ayta olasiz? Shu vaqtgacha bo'lgan ishlarimdan eng muhim natijalar endi bir emas ko'p. Doktorlik dissertatsiyamni otamga bergan va'damni bajarganim. Doktorlik dissertatsiya adam doktor bo'lishimni juda ham xohlaganlar. Ham Sankt-Peterburg, undan keyin Toshkentdagi akademik Rashidov bilan birga ishlagan davrlarimda doktor bo'lishimni xohlaganlar va u va'dani bajardim deb o'ylayman. Shu loyiha tashkilotlarida ishlagan davrimizda bir qator Chilonzordagi yoki Eteklik Sevgiliga kirishdagi ko'priklarni, yo'l o'tkazgichlarni loyihalash ishlarida muhandis bo'lib ishtirok etganman. Endi bitta hodisani aytib o'tadigan bo'lsam, endi loyihaga kirib kelgan davrimda 3 hafta bitta chizma ustida ish olib bordik va u chizmani menga topshirilgan edi. Shu chizmani ham chizmalarni AutoCAD dasturini endi o'rganayotgan davrim edi. 3 hafta qilgan ishimni o'zim bilmagan holda kompyuterda o'chirib yuborganman va shu topshiriladigan muddat ertasi kuni bo'lgan. Shunda menga boshliq kirib, ya'ni loyiha bosh muhandisi kelib, ertalab stolimda bo'lsin, tayyor bo'lish kerak deb aytishgan va shu kungi kechqurungacha qolib ishlaganman va 3 haftalik ishni demak 5-6 soatda bajarish mumkinligini, ya'ni chizmani ham o'chirib yuborganman, ya'ni farazli natijasida chizib chiqqanman chizmalarni va ertasiga shu chizmani topshirganmiz. Sizni sohangizda kuchli qilgan bitta odat yoki yondashuv qaysi? Misol uchun bizning sohada agar bitta ko'prikni loyiha qilib, uni qurib bitiradigan bo'lsangiz, qurib bitirilgandan keyin loyihachi ham, quruvchi ham ko'prik tagida turib berib, bu odatga hisoblanadi. Maqola, ibora bo'lib ketgan bizning sohamizda. Tepasidan misol uchun bitirilgandan keyin poyezd o'tib beradimi, avtomobil yuki o'tadimi, pastda demak quruvchi yoki loyihachi turib berish kerak. O'shani ijodkori turib berish kerak va agarda ko'prik yaxshi qurilmagan bo'lsa, demak u yerda talafotga uchrashi mumkin. Shuning uchun o'zini ishiga sidqi dildan yondashib, xavfsizlik me'yorlari, talablarini hammasini rioya qilgan holda dastur amal qilganmiz. Hozirgi kunda bir qator, ya'ni shogirdlar chiqarish, maktab yaratish, ko'prik sozlik sohasida, ya'ni mevali daraxt bo'lib, o'zimizdan ko'prik sozlik sohasida yaxshi yetuk kadrlarni qoldirish asosiy maqsadlarimdan biridir. Dars jarayonida sizni boshqa ustozlardan ajratib turadigan yondashuv nimada? Talabani o'zi baho beradi. Men o'zim baho berishim qiyin. Endi men voqea yo boshqa deb aytadigan bo'lsam, institutni bitirgandan so'ng men loyiha tashkilotida ish boshladim va chizmalarni chiza olmayotgan davrimda
loyiha bosh muhandisi yur sani Darxonga tushdikda, ko'prikka olib tushdilar. Olib tushib joyida menga ko'prikdagi elementlari bunaqa bo'ladi, bu oraliq qurilma, bu tayanch qismi, bunaqa bo'ladi. Hammasini joyida, ya'ni naturali ko'rinishda ko'rsatdi, real holatda ko'rinishini ko'rsatdi. Ko'z oldingga keltirdingmi, hamma tomondan aksanometrani yoki aytaylik hamma tomonlama frontal ko'rinishlarni ko'z oldingga keltirganingdan so'ng, ana endi real holatdagi narsani kompyuterga tushirgin deb loyihaga tushirishimiz kerak edi va xonamga chiqdim va ushbu narsalarni juda ham tez va sifatli darajada amalga oshirdim. Men nima demoqchiman? Bu narsalarni talabalar amaliyotni joyida o'rgatib, ya'ni real holatdagi obyektlarda ko'rsatish bu talabani tafakkurini, buni dunyoqarashini oshiradi va bu narsani 2010-yillardan boshlab dars jarayonida, misol uchun yilda 2 marta amaliyotni, ochiq amaliyot shaklida real obyektda mavjud ko'prik yoki qurilayotgan ko'priklarga ruxsat olingan holda borib, talabalar bilan joyida har bitta detalni, har bitta konstruktiv elementni joyida qo'li bilan ushlab ko'rgan holda talaba ko'rsa yoki o'sha armaturani yoki o'sha oraliq qurilmani ko'rsa, unda hozirgi o'tilgan darsni, nazariy darsni amaliyotdagi qo'llanmasi yoki aytaylik ko'nikmasi juda ham yaxshi rivojlanadi. Hisobga olgan holda o'zim ustozim Shuhrat aka Mirxajayev shunaqa o'rgatganlari kabi bu narsani dars jarayonlarida men ham shu narsani qilishni boshladim o'sha yillardan boshlab. Sohada eng katta muammo nimada deb hisoblaysiz? Zamonaviy laboratoriyalarni yetishmasligi, qaysidir jihatdan yetishmasligi. Endi baribir 100% yetishmaydi. Shunga agarda misol uchun real holatdagi har bir sohada obyektdan namuna bo'lgan holda, misol uchun o'sha yerda kranda ishlash yoki aytaylik bir oraliq qurilmani o'rnatish yoki aytaylik zavod sharoitida qaysidir elementni yaratish, o'sha narsa joyda amaliyotlarimiz qilinib borilmoqda o'zi. Misol uchun o'zimizni yo'nalishda ham o'z yo'l ko'prik klasteri bor. O'sha yerda 4-kurs talabalarimiz o'zini joyida zavod sharoitida balkani yoki aytaylik plitani chiqishini ko'rishadi, armaturadan yasalishini. Lekin bu narsani yanada rivojlantirish kerak va universitetda ham laboratoriyani, zamonaviy laboratoriyani ishlab chiqarish bilan juda ham yaqinlashtirib, bir-biriga uzviy bog'lantirish kerak deb o'ylayman. Shu muammolardan. Bitiruvchilar ish bozoriga qanchalik tayyor chiqyapti? Asosiy bo'shliq qayerda? Endi bugungi talabalar hozirgi kunda mehnat bozoriga, ya'ni iste'molchi talablariga bir 100% to'liq javob beradi deb o'ylamayman. 100% emas, bir qisman tayyor deb ayta olaman. Uni kamchiliklarni to'g'irlash uchun biz har doim harakatdamiz, muntazam ish olib bormoqdamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Shu o'zimizga tegishli tashkilotlar bilan, ko'prik qurilish korxonalari, loyiha tashkilotlari, o'sha o'z yo'l ko'prik klaster filiallarimizda talabalarni haftada bir marta amaliyotlarini yo'lga qo'yib, o'sha joyda obyektda jarayonni shu aytib o'tganimdek balka qo'yish yoki aytaylik plitani armaturasini to'qish va hokazo yoki loyihaning ichida AutoCAD dasturidan foydalanish va bu narsani 4-kursda amalga oshiramiz. Endi shu narsani 3 va 2-kursdan amaliyot jarayonlarini obyektning o'zida kerak bo'lsa keyinchalik o'tda faqat amaliyotchi emas, balki o'sha korxonada keyinchalik qoladigan kadr sifatida bu jarayonlarni amalga oshirsak, keyinchalik bu kamchiliklarni yo'qotib ishlab chiqarish va oliy ta'lim o'rtasidagi integratsiyani yanada bir-biriga uzviy bog'lagan bo'lar edik. Bugungi talabalar bilan siz o'qigan davrdagi talabalar o'rtasida qanday farqlarni ko'rasiz? Endi har zamonning o'zini odamlari bo'ladi. Shunga kabi hamma davr o'zini tendensiyasi bo'ladi. Hozirgi kunda ham o'zini yaxshi jihatlari bor, o'zini oldinga nisbatan olib qaraydigan yomon jihatlari bor. Endi men agar salbiy jihat haqida gapiradigan bo'lsam, mas'uliyat hissi kamayib ketgan hozirgi talabalarda. Bizning davrdagi talabalarda yoki undan oldingi talabalarda u mas'uliyat hissi katta edi. Sohada men mutaxassis bo'lishim kerak degan maqsad qo'yganimdan keyin o'sha sohaga tegishli bo'lgan o'qituvchilarda, demak 3-4-kursda o'sha o'qituvchini qo'ymasdan biz yotib olib o'qirdik yoki orqasidan uygacha borardik. Ustozdan nimadir olib qoling. Chunki bitirib ketgandan keyin ishlab chiqarishda bu narsani olib bo'lmaydi. U talabalik davrida olib qolish kerak, eng kerakli davr, oltin davr. Toshkent temir yo'l muhandislar instituti bo'lgan davrda ham kutubxona to'la bo'lardi. Men eslolmayman to'la bo'lmagan davrni. Faqat sessiyada to'la bo'lmaydi u. U muntazam to'la bo'lardi. Biz o'tga kirib o'zimizdan kasb e'lon qilardik, yoki aytaylik chizmalarni chizardik yoki o'sha sohaga tegishli bo'lgan kitoblarni o'qirdik. Hozirgi kunda kompyuter asri, to'g'ri, raqamli texnologiyalar asri bo'lib ketdi, lekin baribir odam
kompyuter bilgani bilan qalamni bilish kerak yoki baribir kitob o'qish kerak. Hamma narsani kaliti bu shu bilim, kitob. Talabalar eng ko'p qiladigan xato qaysi va u kelajakda nimaga olib keladi? Menimcha diplom uchun o'qishligi. Sohani mutaxassisi bo'lib, o'zini sohasini sevish kerak birinchi bo'limda. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sohani sevsa, ichidan, sidqidildan o'sha sohaga yondashsa, diplom uchun o'qimasa, hamma narsa o'zini rohati keladi. Vaqt davomida o'zini samarasini beradi. Diplom uchun o'qishi bu narsa sun'iylikka olib keladi va u narsadan 4 yil ketgan umri besamar bo'ladi. Siz talabalarda eng ko'p qaysi sifatni qadrlaysiz va nega aynan shu? Bitta gap bilan aytganda to'g'ri so'zlik. Darsdan tashqari vaqtda talabalar bilan muloqotda nimalarga e'tibor berasiz? Tarixiy yoki badiiy asarlarni ko'p o'qish, bekor vaqtini ketkazmaslik, u agar texnika sohasida o'qiyotgan bo'lishiga qaramasdan badiiy asarlarni ham o'qib, o'zini dunyoqarashini kengaytirib borishiga qiziqtirib, shu narsalar bo'yicha ham uchrashib qolganimda yoki gaplashganimda savol-javoblar ham qilaman. Bugun birinchi kursga kirgan talabaga eng avvalo nimani boshlashni tavsiya qilasiz va nega? O'zini sohasiga mehr-muhabbat qo'yib sevish birinchi o'rinda. Mana misol uchun biz ham birinchi kursga kirgan davrimdagi voqealardan kimdir bizga o'qituvchimiz magistraturadan dars beradigan opa dars berardilar. Ular magistratura 2-kursda o'qirdilar shu davrda. Biz ularga intilganmiz. Biz o'zimizda intilish, maqsad bo'lgan, men ham qaniydi magistr bo'lsam degan. Shu magistr davri ham keldi. Kimdir nomzodlik dissertatsiyasini qilyapti. Kimdir loyiha qilyapti. Kimdir ekspluatatsiyada ishlayapti. Ularga qiziqib o'sha ishni qilib ko'rmoqchi bo'lganmiz. Undan keyin xuddi doktorlik va bir qator ishlar. Ya'ni nima demoqchiman? Bitta narsani oldinga maqsad qilib intilsa, o'sha narsani qilaman degan, o'sha narsani qiladi. Ya'ni birinchi boshida aytib o'tganimdek sevishi. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun qaysi ko'nikmalarni hozirdan rivojlantirish kerak? Doimiy ravishda o'zini ustida ishlash kerak. Zamon bilan o'zini sohasiga tegishli bo'lgan ilg'or texnologiyalar bilan hamnafas yashash kerak. Hayotingiz yoki ish faoliyatingizdagi qiziqarli bo'lgan bitta voqeani aytib bersangiz. 2010-yilda aspirantlar bilan birga futbol o'ynamoqchi bo'ldik. Futbol o'ynadik. Qo'limni sindirdim. Futbolda noqulay tushdim vaziyatda va qo'lim dars ketdi, borib qo'limni gips qildirdim. Shu gips qildirganimdan so'ng keyingi haftasida o'sha himoyam edi. Moskvaga gips qo'l bilan borganim men uchun bir va qolganlar uchun ham bir voqea bo'lgan va savollar orasida kengash a'zolaridan biri savol berganki, qo'lingga nima bo'lgan desa, men ham savolga hazilomuz javob bilan javob qaytarib, ya'ni Brilliantовая ruka kinosini eslaganman. Himoyam gips qo'l bilan kasbimdan chiqib turgan holda shu gips qo'l bilan bo'lgan. Endi bu ham bir hayotdagi bir qiziq voqea bo'lsa kerak.